Siz yomon deyotgan odam balki yaxshi odam bo'lsa nima qilamiz endi? Siz xatokor degan odam kechasi turib siz qilmagan duolarni qilsa qatdan nima qilamiz? Siz qilmagan munojotlarni qilayotgan bo'lsa, siz qilmagan oh faryodni qilayotgan bo'lsa, oh deyishiga yaratgan qaragan bo'lsa nima bo'ldi endi? Siz tanqid qilayotgan odamdagi xato bo'lmasa nima qilasiz? Siz bu tomonda kulayotgan odamni holi chataq bo'lsa nima qilasiz? Farzand bilan qiynalayotgandir, mol dunyo bilan, qarz bilan, sog'liq bilan bo'lgan muammolarda qiynalayotgandir. O'shna yurishiga muhit sabab bo'lgandir. Siz nima qilasiz endi? Tosh otib qo'ydingiz-ku. Uni javobi qana bo'lar ekan? U kechirar, haq kechirarmikan? Bu juda o'ylanadigan narsalar. Bir odam shunday gapiraveradi, ayrim odam o'ylamasdan sayraveradi, tosh otaveradi. Bu eng yomon narsa. Tildan hamma narsa chiqib ketaveradi, ammo javobi bor buni. Xudoning suygan bandasi bo'lsa-chi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ahli qalb odam bo'lsa nima qilasiz? Ko'ngilni sindirishdan ehtiyot bo'lish kerak. Sinsa ko'ngil shishasi ustihon bilan bo'lmas butun. Ko'ngilda shisha sinib qolsa buni to'g'rilash qiyin. Yelim bilan yamaysiz-u, o'nni qoladi baribir.